2025-yilda Ozon platformasida qanday mahsulotlar trendda? Eng talabi kuchli bo'lgan 3 ta kategoriya. Birinchisi tabiiy, ekologik, chisti mahsulotlar. Nima uchun desangiz, odamlar ximiya mahsulotlarini qanchalik zararligini o'zi tushunib ketdi. Va bu tendensiya oziq-ovqatdan tortib, bitaviy ximiya va kosmetikagacha. Ikkinchi yo'nalishimiz smartfon aksessuarlari. Hozirgi kunda har bitta inson telefon bilan eplana olmayapti va unga qo'shimcha power banklar, smart soatlar va albatta naushniklar olib boshlamoqda. O'shaning uchun biz bu kategoriyadan maksimal darajada sizlar bilan foydalanib olishimiz mumkin. Uchinchi kategoriyamiz maishiy bitaviy texnika, to есть малый bitaviy texnika. Agar siz nimaga deb o'ylasangiz, oldin mexanik bo'lgan narsalar hozirgi paytda elektrik. Bunga misol zubная щетка, мясорубкаlar, elektrik chayniklar va hokazo. Shu bilan bir qatorda umniy don tizimi. Hozirgi paytda hattoki o'zingiz uyingizni telefon orqali ham bemalol boshqarishingiz mumkin. Ammo bu yo'nalishlarda ham to'g'ri tovar tanlashni bilish kerak. Agar siz mana shu kategoriyalar ichida foydasi katta bo'lgan tovarni qanday to'g'ri tanlashni bilmoqchi bo'lsangiz, men sizlarga 16-mart kuni 19:00 da bo'lib o'tadigan vebinarimizga taklif qilaman. Vebinarimiz mutlaq tekin. Ro'yxatdan o'tishingiz uchun kommentariyaga Ozon so'zini yozib keting.